Shaharlarimizda tumandek qoplangan havo ifloslanishi hammani hozirgi kunda tashvishga solayotgani aniq. Lekin siz buni sog'lig'imizga qanday salbiy ta'siri borligini to'liq bilmaysiz hali. Shu sababli bunga jiddiy yondashishimiz kerak. Salom hammaga, Dr. Hasanov kanaliga xush kelibsiz. Bugungi mavzuda biz siz bilan havodagi tumanning qanday yuzaga kelishi, qanday kasalliklarni keltirib chiqarishi va qanday oldini olish mumkinligi haqida suhbatlashamiz. YouTube qoidalariga muvofiq videoni laykingiz bilan qo'llab-quvvatlang. Bu videoni hamyurtlarimizga tezroq yetib borishini ta'minlaydi. Yangi qiziqarli tibbiy ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalga obuna bo'ling. Havodagi tuman bu oddiy tuman emas, balki ko'plab kimyoviy turlarning aralashmasidan tashkil topgan havodagi zarrachalar hisoblanadi. Zarrachalar hajmi, shakli jihatdan va kimyoviy tarkibi jihatdan juda xilma-xil bo'ladi. Ular tarkibida noorganik ionlar, metall birikmalari, uglerod, organik birikmalar va yer qobig'idagi boshqa birikmalar bo'lishi mumkin. Havo sifatini tartibga solish maqsadida zarrachalarni ularning diametri bilan belgilanadi. Shu sababdan ular ikki xil diametrga ega. Biri diametri 10 mikron yoki undan ham kam bo'lgan zarrachalar, ularga qurilish maydonchalaridagi va qishloq xo'jaligidagi changlar, o'rmon yoki chiqindilarni yoqish natijasida kelib chiqadigan zarralar, sanoatdan chiqadigan chiqindilarning hammasi kiradi. Ikkinchisi diametri 2,5 mikron yoki juda ham kichik zarrachalar hisoblanadi. Ularga benzin, neft, dizel yoqilg'isi yonishi natijasida yuzaga keladigan zarrachalar hisoblanadi. Shahardagi havoning ifloslanishiga ham tabiiy, ya'ni birlamchi zarrachalar, ham antropogen omillar, ya'ni ikkilamchi zarrachalar sabab bo'lmoqda. Tabiiy sabablarga quruq iqlim va chang bo'ronlarini kirgizsak, antropogen sabablarga transport vositalarining ko'pligi, isitish uchun ko'mir, mazutdan foydalanish, sanoat chiqindilari va qurilish maydonchalaridan chiqadigan changni kiritishimiz mumkin. Bu omillarning barchasi havo sifatini yomonlashishiga yordam beradi. Yuqoridagi aytilgan zarrachalarning bir qismi nafas olish natijasida havo yo'llari bo'ylab to'planadi, ammo o'pkada ularning joylashishi zarrachalar hajmiga bog'liq. Havo zarrachalarining 2,5 mikrondan kichigi ko'proq o'pkaning chuqur qismlariga kirib boradi va uning yuzasida to'planadi. 10 mikrondan kichiklari esa o'pkaning yuqori qismidagi kattaroq havo yo'llarining yuzalarida to'planishi ehtimoli ko'proq. O'pka yuzasida to'plangan zarralar to'qimalarning shikastlanishiga va keyinchalik esa o'pkaning yallig'lanishiga olib kelishi mumkin. Havoning ifloslanishi bir qator sog'liq muammolarini, jumladan astma xurujlari, o'tkir va surunkali bronxit va surunkali obstruktiv o'pka kasalliklari kabi nafas olish tizimi kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari qon bosimi, yurak ishemik kasalligi va miya qon aylanishining o'tkir buzilishi kabi yurak qon tomir kasalliklari xavfini oshiradi. Yana ham havoning ifloslanishi asab tizimiga ta'sir qilishi, allergik reaksiyalarni kuchaytirishi va hatto reproduktiv tizimga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, havodagi ba'zi ifloslantiruvchi zararli moddalar inson tanasidagi gormonlarni ishlab chiqarishni buzishi mumkin. Bu ayollarda hayz davrining buzilishiga yoki erkaklarda esa erkaklik urug'ining pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, zararli moddalarning uzoq muddatli ta'sir qilishi homila rivojlanishiga ozmi ko'pmi ta'sir qilishi mumkin. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, surunkali yurak yoki o'pka kasalligiga uchragan keksalar, yosh bolalar va astmatiklar havo zarrachalari ta'sirida sog'liqqa salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Bundan tashqari, bolalar va chaqaloqlar zarrachalar kabi ifloslantiruvchi moddalarni nafas olish tufayli zarar ko'rishadi. Chunki ular kattalarga qaraganda tana vazniga nisbatan ko'proq havo yutadi. Shu sababli ham ular tezroq nafas oladi. Bundan tashqari, bolalarning immuniteti hali yetuk emas. Ularning ifloslangan havoga juda ham ta'sirchanligi kattalarga qaraganda ancha farq qiladi. Havo zarrachalaridan himoya qilish uchun siz bir nechta choralarni ko'rishingiz mumkin. Birinchidan, havo sifatini kuzatish va iloji boricha ochiq havoda o'tkaziladigan vaqtni cheklash juda muhim, ayniqsa ifloslanishning eng yuqori davrida. Ikkinchidan, xona ichidagi havo tozalagichlardan foydalanish foydalidir. Shuningdek, ifloslangan kunlarda ochiq havoda og'ir jismoniy faoliyatdan qochish tavsiya etiladi. Uchinchidan, sog'lom turmush tarzini saqlash, immunitetni mustahkamlash. Kerak bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashish zarur. Va albatta, jamiyatda ifloslantiruvchi zararlarni kamaytirish ham katta rol o'ynaydi. To'rtinchidan va eng muhimi, ko'chada niqob taqib yuring. Shunday qilib,
kompleks yondashuv haqiqatdan ham yordam beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, havoning ifloslanishi inson salomatligiga ta'sir qiladigan jiddiy muammo hisoblanadi. Ammo to'g'ri ehtiyot choralari va jamoaviy sa'y-harakatlar bilan salbiy ta'sirni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Havo sifatiga e'tibor berish, himoya vositalaridan foydalanish, sog'lom turmush tarzini saqlash ham muhim. Shunday qilib, siz xavflarni kamaytirishingiz va sog'lig'ingizni saqlashingiz mumkin. Rahmat ko'rganingiz uchun. O'ylaymanki, sizga bu mavzu borasida kerakli ma'lumotlar bera oldim. Shunday bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalga ham obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog'lom bo'ling.